Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avtobusda Mana shu. Tamam. bitta qizni yotib sizga aka, sizga kim yur degani ham yo'q aka. Men bu обязательно akajon, siz mana yo'nalish Mana yana bitta noo'rin jarima. Nimamush? Nimaga svetoforning qizil ishorasida harakatlanyapsiz? Men sizga ishora bermadim-ku. Ayrim yaxshi bilmaydigan ichki ishlar xodimlarini kasriga boshqa ichki ishlar xodimlari ham yomon ko'rinib qolyapti. Qaranglar, yo'l harakati qoidalari 43-bandga yozib qo'yapti. Svetofor ishoralari, yo'l belgilari, yo'l chizuvlari, tark qiluvchi ishoralar bilan bir-biriga zid kelsa, nafaqat transport vositalari, piyodalar ham, velosipedchilar ham mana ishorasiga, tark qiluvchi ishoralarga bo'ysunishi kerak ekan. Bu vaziyat o'ng qo'lni oldin cho'zyapti, chap qo'lni hozir cho'zib tursin, hozir tushib tursin, bitta narsa. Mana qilyapti bu vaziyat. Bu nima degani? Mana qaranglar. Orqa tomon to'xtaydi, o'ng yelka tomoni yo'lni to'syapti. Chap yelkadagi qimillatayotgan tomoni xohlagan tomon yurishi mumkin relsiz transport vositalari. Old tomondagi o'ng tomon yurmoqchi bo'lgani o'ngga ketaveradi. Mamlaqa qilish shart emas qo'lini. Mana mashina tursa bo'ldi. Yo'l harakat qoidalarini 38-bandga o'qib qo'ysin kim bilmasa. Bu yerda avtor o'ng tomon yurdi, bu inspektor xodimi to'xtatib, "Sen meni ishorangga bo'ysunmading, senga ruxsat bermadim." Qizilni o'tib kelding ham devordi va bu haydovchiga bayonnoma rasmiylashtirildi. Iltimos qilamiz, yaxshilab o'rganib olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayrim inspektor xodimlari videolarimizni manfaat topayotgan bo'lsa, like bosib qo'shishdan chiqmasin, obuna ham bo'lib qo'yilib bo'lmaganda.